Stomatitdan keyin tuyoqni yallig'lanishi, tozalab bo'lingandan keyingi lecheniyalarni bugun yoritib beramiz. Tuyoq tozalagandan keyin albatta mana shunday formalin va misk porosi aralashmasidan tayyorlangan eritmada oyoqlar kuniga bir mahal eng kami vanna qilinadi. Tuyog'ini tozalagan hayvonimiz tuyoqdagi chirigan vannadan o'tkazilyapti. Bunga tuyoqqa spray. Tuyoqni bitish jarayoni. Stomatitdan keyin chorva hayvonlarimizning tuyoqlari chiriyapti. Bu tuyoqlar mana bunday tozalanadi bolgarkada. Bu birinchi kun va vannadan o'tkaziladi. Ertasi kunidan boshlab hayvonlarimizga melaksikam, ya'ni og'riq isitmani qoldirish, yallig'lanish to'xtatish maqsadida melaksikam qilinadi. Bunga qo'shimcha ravishda Megasoft vitamini qilinadi. Buni tarkibida vitamin D bo'lganligi uchun tuyoq kasalliklarida juda ham yaxshi effekt beradi. Antibiotik sifatida esa Enrosef antibiotikidan, ya'ni Enofloxacillin qo'shilgan antibiotikdan foydalaniladi. Bu ham juda yaxshi effekt beradi. Bu dori vositalarini uyda xo'jaligida o'zingiz ham qo'llashingiz mumkin, hammasi muskulga. Bu ko'rsatayotgan narsamiz mikrobakteriya chetilgan davolash usuli.